Assalomu alaykum do'stlar. 1-dekabrdan boshlab Rossiyada nimalar bo'lyapti va migrantlarga qanaqa o'zgarishlar bo'ladi va qanaqa ta'sir ko'rsatadi ushbu qoidalar haqida aytib o'tamiz. Bittadan like tugmachasini bosib qo'ying va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Demak, asosiy o'zgarishlar Rossiyada chet elliklarning biometrik ma'lumotlarini yig'ish, to'g'ridan-to'g'ri chegaraga to'plashdir. Bunda barmoq izlari va raqamli fotosuratlar zarur jihozlarga ega bo'lgan alohida migratsion nazorat punktlari ochiladi. Ushbu tartib 2025-yil 1-dekabrdan 2026-yil 30-iyungacha amal qiladi. Ilgari o'tgan yilgi videolarda ham aytilgandi, Moskvaning barcha aeroportlari va Orenburgning Mashtakovo chegara o'tkazish punkti bilan cheklangandi. Ya'ni chegarani o'zidan qaytarib yuborish. Shuning uchun ham ko'pchilik Mashtakovodan kirgan paytda to'g'ridan-to'g'ri Rossiyaga kirishga o'sha нежелательный поездка bilan deport olgan, Rossiyaga birinchi marta kelishi bo'lgan odamlar o'sha Rossiyaga kiritilmagan, bu degani Rossiyaga nomaqbul shaxs sifatida Rossiyaga kirishi cheklangandi. Bu 60 ming nafardan ziyod odam bo'lgan. Endi esa ushbu qoidalar Rossiyaning barcha chegaralarida va temir yo'l vokzallarida ham kuzatiladi va kengaytiriladi ekan. Bu migratsion punktlarning ochilishi. Maqsad migrantlarning o'sha raqamli profillarni yaratish va ularni Rossiyada qonuniy bo'lishini osonroq kuzatish ekan. Ushbu qoida o'sha 1-dekabrdan to 30-iyungacha amal qiladi. Ya'ni 1-iyuldan boshlab to'xtaydi demoqchi. Hozircha agar keyinchalik cho'zilmasa hujjatda yozilishi bo'yicha faqatgina bunga 6 yoshgacha bo'lgan bolalar, diplomatlar, xalqaro tashkilot xodimlari oilalari shart bo'lmaydi ma'lumot yig'ish. Bundan tashqari, yana 1-dekabrdan boshlab kim Rossiyada yozgi shinalarda yurgan bo'lsa, ya'ni mashinangiz balonni letniy bo'lsa, 500 rubl jarima solishiga sabab bo'ladi, ya'ni protokol yoziladi. Shuning uchun qoidalarga amal qilib yurishga harakat qilinglar. Obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Like tugmachasi esa sizlardan do'stlar. Xayr, salomat bo'ling.